Hozir bu ko'rinadimi yo'qmi videoda bilmayman, lekin mana bunaqa qilganda qarab ko'rishingiz mumkin. Farq qiladi. Razmeri yangi bitta seriya paydo bo'ldi. Asliyat degan inson nashriyotidan katta yangilik. Qaysi kitob qayerda chiqqan, qanaqa chiqyapti, oldingi oyda qanaqa chiqqandi, hozir bunaqa ovoz chiqarmaydi-da. Bu narsani olish qiyinroq hisoblanadi. Bu kitob Qrim tatarlari haqida. 10 tadan oshiq kitob chiqarish menimcha juda imkonsiz va birinchi betini ochganingizda sizni katta mana shunaqa kitobni sevadiganlar buni darrov his qiladi, qanaqadir boshqacha qog'oz. Hidi ham boshqacha. Bugun sizlar bilan doimgidek oy yangiliklar rukuni ostida iyul oyining qaynoq yangiliklar bilan tanishamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan allaqachon an'anaga aylanib ulgurgan oy yangiliklari bilan tanishamiz. Bilasiz, bu rukunda oy davomida yangi chiqqan kitoblar bilan sizni qisqacha tanishtirib o'taman. Avvalo, oy davomida bittadan kitob chiqargan nashriyotlar kitoblar bilan tanishtirmoqchiman. Kitobdor nashriyoti Abdulloh Hamod Balvi qalamiga mansub Qur'onim quvonchim deb nomlangan kitob ekan. Kitobda g'am anduhga botgan insonlar o'qib qalbi taskin topadigan, quvonchga, baxtga yo'g'riladigan oyatlar va Qur'on atrofidagi hikmatli gaplar misol keltirilib yozilgan kitob ekan. Sifati zo'r va 170 bet atrofida menga yoqqani shu yaqin oylarda hamma nashriyotda mana shunaqa qog'oz urfga kirdi. Turkiya bosmaxonalari bosadigan qog'ozga juda o'xshaydi. Sariq sifatli qog'oz va bu qog'oz o'sha Akadem Nasr to'plamidagi qayta bosilayotgan kitoblarda ham shu qog'ozdan foydalanishyapti. Ko'p nashriyotlar mana shu qog'ozdan foydalanyapti. Shu qog'ozdan foydalanilibdi va yaxshi sifatda chiqibdi. Iyul oyida yana bitta yangi nashriyot bilan tanishdim. Balki anchadan beri faoliyat yuritar, lekin mana shu kitobi bilan men bu nashriyotni tanidim. Ularga qo'yib bering. Ayub nashriyoti chiqargan kitob ekan. Mel Robbins qalamiga mansub kitob Turkiya bosmaxonasida bosilgan. Sifati juda ham yaxshi. Kitob bilan lekin hali tanishmadim. Kitobning orqasida shunaqa bir qisqa ta'rif berilgan ekan. Bu kitobga 2 oddiy so'z hayotingiz haqidagi fikrlash tarzingizni butunlay o'zgartiradi deyilgan. Bu qaysi so'zlar, qanaqa so'zlar ekanligi va bu qanaqa metod ekanligini bu kitobni o'qib ko'rib bilish mumkin. Men bir internetdan qarab ko'rdim. O'ziga yarasha o'rni bor va juda ko'pchilik qiziqqan va yaxshi ta'rif bergan, yaxshi reytingga ega bo'lgan kitob ekan. O'qib ko'rishga arziydi menimcha. Va shu bilan birga meni xursand qilgani, agarda bu nashriyot men o'ylaganday yangi bo'lsa, kitoblarini lotin alifbosida bosishni boshlagani, ya'ni lotin alifbosi bilan boshlagani menga juda ham ma'qul bo'ldi. Va lotin alifbosida foydalanganda ham kitob ichidagi matn shrifti juda ham yaxshi tanlangan ekan. Bir necha varaq o'qib ko'rdim. Ko'zni charchatmaydi, juda tez ildamlaysiz oldinga va bu menimcha juda ham yaxshi. Ayub, ularga qo'yib bering. Keyingi kitob esa mening allaqachon sevimli nashriyotlarimdan biriga aylanib ulgurgan inson nashriyotidan katta yangilik. Exuperry, insonlar sayyorasi. Bu siz taniydigan o'sha kichkina shahzodaning muallifi Antoine de Saint-Exupéry'ning Insonlar sayyorasi nomli romani. Sifatli, boya ham aytdim, Qur'onim quvonchim degan kitobda bunda ham xuddi shu qog'ozdan foydalanilgan. Menimcha O'zbekistonga juda katta partiyada mana shu qog'ozdan kirib kelganga o'xshaydi. Bu baribir biz kitobxonlarning yutug'i, yaxshi tomonga albatta, va kitob 206 bet, sifati yaxshi, lekin nimagadir juda ham yupqa muqovada bosishyapti bular kitoblarni. Shunisiga men tushunmadim. Sal qattiqroq muqovada bosishsa balki yaxshi bo'lardi. Juda yupqa, lekin kitobning umuman sifati yaxshi. Mana istalgan varog'ini ochsangiz, mana shunaqa bemalol turadi. Bu sifat belgilaridan biriligini har doim videolarda aytaman. Bemalol qiynalmasdan ochasiz va verska qilinganda ham shunaqa qilishganki, ochib o'qiyotganingizda mana bu joyi kitobning chetiga taqalib ko'rishga xalaqit bermaydi va mana bunday qilib o'qishingizga hojat qolmaydi. Endi bu kitobni shu oy yangiliklaridan biri deyapmiz va bu kitob avgust oyida o'qishim kerak bo'lgan kitoblar ro'yxatiga kiritilgan kitoblardan biri bo'ldi. Albatta o'qib ko'rmoqchiman va bu kitobni yaqin do'stlarimdan biri tarjima qilganligi bu kitobga bo'lgan qiziqishimni yana ham orttirdi. Shahzod Shodmon degan do'stimiz tarjima qilgan. Nasib etsa o'qib ko'ramiz. Hammaga tavsiya qilaman. Inson o'zi menimcha jahon adabiyotidan juda yaxshi kitobda tarjima qilyapti. Omad. Keyingi kitobimiz esa Assassin. Mahmud Amin qalamiga mansub Assassin nomli kitob ekan.
Falaq nashriyotiniki. E'tiborimni mavzusi tortdi kitobning va biroz noodatiyligi, muqovasi ham sabab bo'ldi. Qanaqa ekan, nima ekan deb va mana bunaqa narsasi bor. Bu yechiladi, mana e'tibor bersangiz. Hozir bu ko'rinadimi yo'qmi videoda bilmayman, lekin mana bunaqa qilganda kitob ustida yaltiraydigan belgilari bor. Bu menimcha soxtalashtirishga qarshi detallar desa bo'ladi. Chunki O'zbekistonda buni ko'p bosmaxonalar chiqarib berishi juda ham qiyin. Ichki tomonida ham mana bunaqa rasmlari ko'p. Rasm va bezaklar berilgan. Endi bu qanchalik yaxshi yoki yomonligini bilmayman. Bu kitobni men o'zi allaqachon o'qib chiqdim, oliboq. Kitob ichidagi mana shriftini bitta ko'rsataman. Shrifti juda ham katta ekan. Bitta o'tirganda 100 betlab o'qish mumkin. Kitob 300 bet. Nima sifatida? Buyum sifatida kitobning sifati juda ham a'lo. Lekin bitta narsani aytgan bo'lardim. Bu kitob mening nazarimda o'smirlar uchun. Deylik 12-16 yoshlilarga ko'proq mos tushadi. Men biroz yoshim bu yoshdan salkam 2 barobar katta bo'lgani uchun menga biroz sayozlik qildi bu asar badiiy jihatdan. Bu asarning mavzusi qiziq ekan. Umuman o'zi assassinlar qayerdan kelib chiqqan, tarixi qanaqa, hammasi batafsil gapirilgan, lekin bu kitobni ko'proq men hamma uchun bir umumiy kitob sifatida emas, ko'proq yosh bolalar va o'smirlar uchun kitob degan bo'lardim. Yoshi kattaroq odamlar uchun biroz sayozroq va erishroq tuyuladi. Garchi kitob mavzusi qiziq bo'lsa ham, badiiylik darajasini juda yuqori demagan bo'lardim. O'smirlar uchun deb qaralganda ham o'rtacha darajadagi asar. Assassinlar haqida o'zbek tilida yana bunga o'xshagan badiiy yoki ilmiy kitobmi, shunaqa kitob tushuntirilgan bir kitob borligini hech ko'rmaganman to'g'risi. Agar bo'lsa, bu haqida izohlarda yozib keting, ularni ham albatta qiziqib o'qib ko'raman. Endi sizlarni Pir nashrda chiqqan ikkita yangi kitob bilan tanishtirmoqchiman. Ikkalasining ham mavzusi va kitob o'lchami noodatiy, mavzulari ham qiziq va kitobning o'lchami ham boshqacha. Mana odatiy kitob bilan solishtirganda qarab ko'rishingiz mumkin, farq qiladi razmeri va birinchi o'rinda e'tiborimni tortgan narsa uning muqovasi bo'ldi. Muqovasi qandaydir boshqacha. Boshqacha deganda biz o'rgangan har doimgi yupqa muqovada ham emas, lekin qattiq muqovada ham emas. Mana ko'rishingiz mumkin, qanaqadir plastikka o'xshabroq ketadigan qog'oz ekan, ovozini eshitishimiz mumkin. Qog'oz bilan qog'oz chiqarmaydi-da. Shunaqa tanlangan va boya aytganimdek, o'sha O'zbekistondagi nashriyotlarda urf bo'layotgan o'sha qog'ozdan foydalanilgan. Bunda ham va ko'rishingiz mumkin, mana Skyline Mastroning Ajdarho parvozi kitobi. Xitoy qanaqa qilib buyuk davlatga aylangani, bu yo'lni qanaqa bosib o'tgani, qanaqa katta iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlar qilishgani bu yo'lda shu narsalar tahlil qilib berilgan va kitobning yili ham yangi, yaqin bir necha yil ichida yozilgan. Shu tomondan ham aktualligi yuqori va oldin ham bir ikkita videolarda aytdim, butun dunyoga, umuman ayniqsa Markaziy Osiyoga katta iqtisodiy, siyosiy xavf tug'dirayotgan, xavf sifatida ko'rilayotgan o'sha Xitoyning yutuqlari va kamchiliklarini biz o'zbeklar albatta o'qib ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Shu jihatdan juda ham qiziq mavzudagi kitob ekan. Sifati ham juda ham yaxshi chiqqan. Ikkinchi kitob ilm olamida juda ham yaxshi mashhurlikka ega, o'zbek tiliga endi tarjima qilingan Ayshe Zarakolning G'arb uyg'ongunga qadar asari. Bu ham xuddi shunaqa muqovada. Mana ko'rishingiz mumkin, ichidagi qog'ozlari ham shunaqa, shriftlari ham yaxshi va sifat jihatdan ham O'zbekiston bosmaxonalarida yaxshigina o'sishni his qilyapman. Bu har oyda kitoblarni mana shunaqa video qilayotganda sizda bir shunaqa narsa hosil bo'lar ekanki, qaysi kitob qayerda chiqqan, qanaqa chiqyapti, oldingi oyda qanaqa chiqqandi, qog'ozlarigacha, shriftlarigacha, bosma sifatigacha e'tibor beradigan bo'lar ekansiz. Shu narsadan foydalanib aytishim mumkinki, O'zbekiston bosmaxonalarida umuman har taraflama sifat o'sayotgani sezilmoqda. Bir nashrga omad, bunaqa kitoblardan ko'p kutib qolamiz. Xo'p, keyin Tirilish nashriyotidan ikkita kitob. Avvalo bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tirilish nashriyoti adashmasam bir 4-5 oydan beri Tirilish Kids degan yo'nalishda nashriyot qoshida yo'nalish tashkil qildi va shu bo'yicha bir nechta kitoblar chiqardi. Shulardan biri mana tarbiyaga oid hadislar deb nomlangan va bu kitobning mualliflari o'zbek Azomxon Abdurahmonov va Yorqinjon Saydaliyev. Ya'ni o'zimizning o'zbek mualliflar bu kitobni yozib, dinimizdagi o'sha bola tarbiyasiga oid bo'lgan oyatlardan foydalanib
mavzulashtirilgan holda kitob yozishgan va buni Tirilish Kids nashr etgan ekan. Juda ham yaxshi. Shu o'rinda meni bitta narsa xursand qildi, buni aytib o'tishim kerak. Bilasiz, diniy mazmundagi kitob bo'lsa, uni diniy qo'mitadan mana bunaqa gologrammali ruxsatnoma olish kerak. Bu narsani olish qiyinroq hisoblanadi, tekshiruvdan o'tkazish. Va bu narsani olish uchun oldinlari bolalar kitobi bo'lsa-da Kirill alifbosida berilardi, lotindagisiga ruxsat berishlari nimagadir qiyinroq deb eshitganman va shu narsani Tirilish nashriyoti uddalab. Xuddi shu narsani misol tariqasida aytish mumkin. Bularning birinchi chiqargan payg'ambarlar tariximi degan bir kitobi bor edi, to'plam shaklida chiqqan. O'sha ham masalan Kirillda edi-da. Demoqchimanki, mana shuni lotin alifbosida ruxsatnoma olishgani juda ham quvonarli. O'zi bilmayman nimaga unaqa. Bizda o'zi chunki bu yosh bolalar uchun bo'lgandan keyin ular baribir lotinda o'qishadi. Lotinda ruxsat beraverishlari kerak deb o'ylayman. Umuman bizning kitob bozorimizda ham shunga o'xshagan sun'iy to'siqlar biroz kamaytirilsa, menimcha noshirlarga yaxshi bo'lardi. Tirilish nashriyotidan navbatdagi kitob Daloilul Hayrot. Imom Jazuli qalamiga mansub ekan, har kuni o'qiladigan muborak salovatlar keltirilgan ekan bu kitobda. Kitob o'lchami A4 formatda, sifati juda ham yaxshi, bemalol o'qish uchun o'zi menimcha O'zbekistonda diniy kitoblar juda ham yaxshi sifatda chiqadi. Badiiy kitoblarda sifat biroz qochadi. Nimaligini bilmayman, lekin yaxshi. Sifati juda ham yaxshi chiqqan. O'zi umuman bir fikr aytib o'tib ketmoqchi edim. O'zi Tirilish nashriyotini men ko'proq ilmiy ommabop va siyosiy kitoblar ko'proq chiqaradigan nashriyot sifatida bilaman, lekin oxirgi yarim yillik, balki bir yillikda ko'proq mana shunaqa diniy kitoblar ham chiqaryapti. Bilmayman, balki bu sohada diniy kitoblar ko'proq sotilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin vaziyat. Shu orqali balki moliyaviy ahvolini yaxshilar va o'zining yo'nalishdagi boshqa kitoblarini chiqarishga imkon bo'lar. Nima bo'lganda ham nashriyotga omad tilaymiz. Xo'p, keyingi kitoblar Nasim Kutub nashriyotiga tegishli. Bu nashriyotning kitob tanlashiga va kitoblariga boshqacha e'tibor qaratishiga qoyil qolaman doim. Bilmayman, menga shu narsa kitoblarini o'qiyotganimda shunaqa bir mehr berilgani doim seziladi. Mening tarixiy badiiy roman yozadigan eng sevimli yozuvchilarimdan biri Yovuz Bahodir o'g'lining Salohiddin Ayyubiy romani nashr qilinibdi. Bu yozuvchining o'zi hamma asarlari menda qanaqadir yuqori qiziqish uyg'otadi, juda ham boshqacha yozadi. O'zi Turkiyada ham bu odamni tarixni sevdirgan odam degan bir ta'rif berishadi bu yozuvchiga va bu odamning juda ko'p turkiylar tarixiga bag'ishlangan mana shunaqa kitoblari bor. Bilsangiz agar, xuddi shu nashriyot chiqargan Yonayotgan Buxoro va Alvido Buxoro deb nomlangan Xorazmshohlar va Chingizxon o'rtasidagi janglar va o'sha davr qamrab olingan asarlar nashr qilingan va juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib o'qigan. Demoqchimanki, juda ko'p tarixiy katta voqeliklarni qamrab olgan yuzlab asarlari bor. Navbati bilan balki qolganlari ham tarjima qilinsa va nashr qilinsa, bu tarixni yaxshi ko'radigan o'zbek xalqi uchun menimcha juda ham yaxshi bo'lardi. Keyingi kitob Iren Razdobudkoning Farida nomli asari. Bu kitobni men o'qib chiqdim. Bu kitob Qrim tatarlari haqida. Bilasiz, Qrim tatarlari o'zimizning turkiy xalqlardan biri hisoblanadi. Bularning ma'lum bir davrdagi juda ham katta qiyinchiligi Farida misolida uning hayoti orqali ko'rsatib berilgan. Ikkinchi jahon urushi paytida o'sha urush o'chog'i bo'lib qolib bir qiyinchilik ko'rgan bo'lsa, bu xalq urushdan keyin mana bo'ldi, endi ozodlikka erishdik deb turgan paytida SSR davrida juda ham katta genosidga uchraydi Qrim tatarlar. Bilsangiz agar, juda ko'pchilik O'zbekistonga ham ko'chirib kelingan. O'sha davrdagi qiyinchiliklar Faridaning hayoti misolida ko'rsatib berilgan. Men maslahat beraman. Juda ham bir katta tarixiy ma'lumotni, katta bir tarixiy voqelikni badiiylik bilan qorishtirilgan holda juda ham yoqimli, mutolaaga yoqimli qilib berilgan. Shuni bir o'qib ko'rishni maslahat beraman va bu tarixni o'sha SSR tarkibida bo'lgan biz bilishimiz kerak deb o'ylayman. Keyingisi esa arab olamida juda ham ko'p o'qilgan shaxsni rivojlantiruvchi kitoblardan biri Hayot ila raqs. Kitob 200 bet atrofida, juda ham qiziqqa o'xshaydi. Hali o'qib ko'rmadim, lekin kitob orqasida shunaqa deyilyapti. Kitobda hayotning sir asrorlari va ko'pchilik ilg'amaydigan, ammo baxt sari eltuvchi nozik haqiqatlari yoritilgan. Asar voqelikka teran nigoh bilan qarash va sinovlardagi yashirin hikmatni anglashga chorlaydi deyilgan. Qiziq, o'qib ko'rish kerak. Keyingi 3 kitobimiz esa Akadem nashr tomonidan nashr etilgan. Shu narsani aytib o'tishim kerak. O'zi Akadem nashrida yangi bitta seriya paydo bo'ldi, Asliyat degan.
Va mana shu kitob chiqqandan keyin bildimki, bu seriya ham qandaydir tarmoqlarga bo'linar ekan. Ya'ni bu kitob Zamonaviy dunyo inqirozi degan kitob asliyat katta qilib asliyat ostidan kichkinagina falsafasi degan rukunda berilyapti. Keyingisi Oysha Usmono'g'lining Otam Sulton Abdulhamid degan kitobida esa asliyat tarixi degan rukunda berilyapti. Ya'ni asliyat degan bitta seriya paydo bo'ldi. Uning o'zi ham bir necha rukunlarga deymizmi, tarmoqlarga bo'linyapti. Asliyat falsafasi, asliyat tarixi, masalan, asliyat iqtisodi nimadirlar yana. Birinchisi Zamonaviy dunyo inqirozi, muqovasi juda ham chiroyli chiqqan, minimalistik imkon qadar Ren Genon qalamiga mansub ekan, tarjimon Hamid Sodiq. O'sha aytganimdek, mana shu narsaga yana e'tibor beryapman. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p qog'oz, o'sha yuqorida aytganimdek qog'ozdan foydalanilgan bu kitobda ham. Taxminan 220 bet atrofida ekan kitob. Keyingi kitob asliyat tarixidagi o'sha Otam Sulton Abdulhamid degan kitob. Bu kitob uning qizi tomonidan yozilgan nazarimda va bu ham minimalistik muqova qilingan, qog'ozi ham boya aytganimdek juda ham sifatli qog'ozda qilingan. Lekin bitta narsa meni o'ylantirib qo'ydi. Men seriyada bilasiz, razmerlari bir xil bo'ladi, lekin bu ikkalasining razmeri ikki xil ekan. Balki asliyat falsafasi rukunida chiqadigan kitoblar bunaqa razmerda chiqar. Bilmadim. Ikkalasi ham o'qib ko'rishga arziydigan va qiziq mavzudagi kitoblar. O'zim men akademik nashrda chiqqan kitoblarning hech birini o'tkazib yubormasdan o'qib ko'rishni maslahat berardim. Keyingi kitob, bu kitob juda ham menga yoqadigan kitoblardan biri, garchi hali o'zim o'qishga ulgurmagan bo'lsam-da. Birinchi nashri chiqqan paytda men O'zbekistonda emasdim va sotib olishga ulgurmadim va kitob sotilib tugab ketdi. Keyingi ikkinchi nashri mana shu oyga kelib iyul oyida qayta chiqdi. Oradan 3 yildan ko'proq vaqt o'tdi adashmasam. Adib Xolid qalamiga mansub O'zbekiston tavalludi asari. Bu kitobning ham qog'ozi o'shanaqa qog'oz. Faqat bugun qog'oz haqida ko'p gapirdim, lekin bu kitobni ushlab ko'rsangiz buni his qilasiz. Kitobni sevadiganlar buni darrov his qiladi. Qanaqadir boshqacha qog'oz. Hidi ham boshqacha. Umuman olganda mana shu 3 ta kitobni chiqaribdi. Bu ikkalasi yangi, bunisini qayta bosishgan. Bir maslahat berardim sizga, mana shu O'zbekiston tavalludi kitobini sotib olib qo'ying, tez orada tugab qoladi va keyin siz uni yana 2-3 yil qayta nashr qilinishini kutishga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingi kitoblarimiz Caliber Books degan nashriyotga tegishli va ulardan hozir men 7 ta kitob bilan sizni tanishtiraman. Bu nashriyot bu oyda 10 dan ortiq kitob chiqaribdi. Menimcha sentyabr oyidagi kitob mavsumiga tayyorgarlik bo'lsa kerak deb o'yladim. Har oyda 10 tadan oshiq kitob chiqarish menimcha juda imkonsiz. Qaysi oylardadir tayyorlanib kelganlari yig'ilib iyul oyiga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak deb o'yladim va ularning ichidan endi 7 tasini tanlab olib, qaysidir menga mavzulari qiziq tuyulganlarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Va bu nashriyot qanaqadir boshqacha bir yo'ldagi kitoblarni tanlabdi. Ya'ni bilasiz, o'zbek yoshlari orasida koreyslarning doramalari qanaqadir hid darajada ko'riladigan bo'ldi va shularga moslashgan holda o'sha yo'nalishga yaqin bo'lgan kitoblarni chiqarishyapti ekan. Ana shunday kitoblardan biri yapon adabiyotidan Satoshi Yagisawa qalamiga mansub Marsaki kitob do'konida o'tkazgan kunlarim deb nomlanar ekan. Muqovasini ko'rishingiz mumkin. Kitobning sifati menga yoqdi. Yaxshi qog'ozda, yaxshi sifatda chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol ochiladi. Yengil. Taxminan 200 bet atrofida. O'zimman qiziqdim, qanaqa yoshlar olib o'qishyaptimi, qiziqishyaptimi desam, ha, albatta juda ham yaxshi qiziqish bilan kutib olindi deyishdi. O'zim ham qiziqib qoldim. Umuman yoshlar bu kitoblarga nima uchun qiziqyapti o'zi degan savolga javob topish uchun. Biroz nomi boshqacharoq, xuddi shu muallifdan yana bir kitob. Marsaki kitob do'konida o'tkazgan uzoq kunlarim deb nomlangan. Bunisida o'tkazgan kunlarim, bunisida uzoq kunlarim. Xullas kalom, shunday kitob, bunisi ham shu 200 bet atrofida. Umuman olganda bu kitoblar birinchi va ikkinchi qism desa bo'ladi. Ketma-ketlikda o'qish kerak. Yana xuddi shu janrdagi kitoblardan Kim Jehi qalamiga mansub kitob Oshxonasi deb nomlangan. Muqovalarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir boshqacha, bejirim. Va bu kitoblarning bir yaxshi tomoni, mana hozir videoda ko'rinadimi yo'qmi? Yon tomonida ham kitob dizayniga mos detallar chizilgan va qiziqdimi, shu paytgacha men bu narsani O'zbekistonda qila olishmaydi deb o'ylardim va shunaqa deb eshitgandim. O'zimiz texnologiyasini olib keldik va o'zimiz shu narsani qilyapmiz deyishdi. Juda ham chiroyli.
Va xuddi shu narsani boshqa kitoblarda ham qilishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu kitoblarda ham xuddi shunaqa rasmlar chizilgan. Mana. Endi keyingi kitob mana o'zi kecha yetib keldi bu kitoblar. Hali ochishga ham ulgurmadim bu kitoblarni. Endi mana sizlar bilan birgalikda ochamiz. Keyingi kitob Qilichsiz samuray. Kitami Masao qalamiga mansub ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Kitobda Yaponiyaning 16-asrda yashab o'tgan afsonaviy tarixiy siymosi Toyotomi Hideyoshining yetakchilik va boshqaruvdagi strategik sirlari bayon etilgan. Qaysidir ma'noda hozirgi zamonaviy biznes va shunga o'xshagan strategiya kerak bo'ladigan joylarda ham ishlatsa bo'ladi deb ta'rif berilmoqda kitobga. Xo'p, keyingi kitobimiz Robert Louis Stevensonning Maxfiy jamiyat deb nomlangan kitobi ekan va buni ham ko'rishingiz mumkin. Yon tomonlarida shunaqa rasmlar chizilgan. Kitob 220 bet atrofida va qissa roman ekan. Qog'ozdagi rasmlarga qaraganda detektiv asarga o'xshaydi. Ulardan yana bitta asar, keyingisi Miyamoto Musashi qalamiga mansub Yengilmas samuray deb nomlangan asar ekan. Dushmanni yengishdan avval o'zingni yeng. O'sha mashhur yapon falsafasi nafsingni tiy, o'zingni yeng, shunda hammani yengasan deganga o'xshagan. Bunaqa yo'nalishdagi nimalarga, kitoblarga qiziqadiganlar uchun yaxshi kitob nazarimda. Zo'r. Keyingisi Eleanor Portner qalamiga mansub Pollyanna asari. Bu kitob o'z o'smirlar orasida juda ham mashhur, o'smirlar uchun mo'ljallangan kitob. Mana ko'rishingiz mumkin. Muqovasi ham bejirim chiqibdi va buning ham yon tomonlari muqovaga mos tarzda bezaklar bilan bezatilgan. Endi bu texnologiyani olib kelishgandan keyin va O'zbekistonda hech kimda bo'lmagandan keyin maksimal bu texnika imkoniyatlaridan foydalanishgan nazarimda. Umuman olganda nashriyotga omad tilayman. Agar yoshlar bo'lib yaxshi yo'nalishdagi kitoblar chiqarishyapti ekan, qiziq tuyuldi menga 2-3 tasi, ayniqsa o'sha koreys doramalariga o'xshab ketadigan mana bu ikki yapon adabiyoti va kitob oshxonasi degan kitobga alohida qiziqish paydo bo'ldi menda, o'qib ko'rmoqchiman. Qani yoshlarimiz nima o'qiyapti? Endi yoshlar haqida gap ketganda kichkintoylar uchun ham bir kitobni gapirib o'tish kerak. Nilsenning Yovvoyi g'ozlar bilan g'aroyib sayohati deb nomlangan Selma Lagerlofning kitobi ekan. Mitti olam nashriyotida chiqqan. Kitob qattiq muqovada, 200 betdan ko'proq, 7 yoshdan yuqoridagi bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Va shriftlari juda ham bolalar bor, ichida rasmlari bor. Qiynalmasdan o'qish uchun imkon qadar ichidagi yozuvlar katta-katta bo'lishi kerak va shu standartga amal qilingan. Nasib etsa, Oynurga o'qitamiz 7 yoshdan oshsa. Endi esa navbat yangi asr avlodida chiqqan mana bu 3 kitobga. Xo'p, avvalo Stephen King haqida gapirmoqchiman. Bu Stephen King asarlariga alohida yangi asr avlodi seriya e'lon qildi va shu seriyada chiqqan ilk kitob Yashil mil bo'ldi. Kitobning muqovasini qarang, juda ham chiroyli chiqqan. O'zim ham bu seriyada chiqarish reja qilingan 5-6 ta kitobning muqovasi bilan tanishdim. Juda ham chiroyli qilingan, hammasi asar mavzusiga, mazmuniga juda ham mos va birinchi betini ochganingizda sizga katta mana shunaqa Stephen King degan qonli yozuv turadi. Bilasiz, o'zi asarlari dahshatlar ichida yashatadi o'quvchini, shuning uchun ham uni dahshatlar qiroli deyishadi. Bu Yashil milni men allaqachon o'qib bo'ldim va bu haqida YouTube kanalimda alohida video ham qildim. 10 minutga yaqin shu kitob haqida, uning mohiyati, mavzusi, g'oyalari haqida fikr bildirdim. Qiziqsangiz albatta o'tib u videoni ham ko'rishingiz mumkin. Kitob 500 betga yaqin, juda ham yaxshi kitob. Buni o'zi ko'pchilik kinosi orqali ham yaxshi tanisa kerak, lekin kitobida farqli jihatlari bor va kitobi mening nazarimda odamga ko'proq ta'sir qiladi, o'zingiz tasavvur qilib fantaziya qilganingiz uchun. Yana ham bilmadim kim qaysisini afzal ko'radi, lekin kitobxonlarga agar o'qimoqchi bo'lsangiz tavsiya qilgan bo'lardim bu kitob. Keyingi 2 kitob esa Murakami seriyasida chiqayotgan 4 va 5 kitob bo'ldi. Shamol qo'shig'ini tingla va Pinball 1973. O'z Murakamining yozgan dastlabki 3 kitobini Kalamush trilogiyasi deb nomlashadi va shu Kalamush trilogiyasidagi 2 kitob chiqdi. Qo'y ovi esa sentyabrlarda chiqadi
deyishmoqda. Nasib etsa, u haqida ham alohida videolar qilarmiz, lekin Kalamish trilogiyasi haqida ham video qildim. Bu ikkita kitobni men allaqachon o'qib chiqqandim va shu ikki kitob haqida 15 minutga yaqin g'oyalari, mavzulari, nimalar haqida gap ketgani haqida qisqacha tushuntirishga harakat qildim. O'tib u videoni ham YouTube kanalida bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozircha bu seriyada 5 ta kitob chiqdi. Keyingi kitoblarning ham tezroq chiqishini qolamiz. Umuman olganda iyul oyida chiqqan kitoblar mana shular. Xo'p, bu videoda gapirilgan kitoblardan qaysi biri sizning qiziqishingizga sabab bo'ldi yoki allaqachon o'qib bo'ldingiz? Bular haqida izohlarda fikrlaringizni yozing. O'zim bunday qarasa, o'zbek kitob bozori ancha jonlanganiga mana shu rukunni yo'lga qo'yganimda guvoh bo'lyapman. Har oy 50 ta, 60 ta, balki 70 ta kitob nashr qilingan bo'ladi. Ularning ichidan hammasini bo'lmasa-da qo'ldan kelgancha videoda tanishtirib o'tishga harakat qilyapman. Shu narsadan ham, ya'ni bilyapmanki, kitob bozorimiz ancha jonlangan, ko'z tegmasin, shunday davom etsin deyman. Va eng muhimi, bunaqa yaxshi ko'rsatkichda kitoblar nashr etilishi ko'proq o'zbek kitob bozorida o'lik mavsum deyiladigan yoz oylarida shunday davom etmoqda. Nasib etsa, balki sentyabr, oktyabrlarda yana ham sermahsullikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, sizningcha videoda qaysi nashriyotning qaysi kitoblari e'tiborimdan chetda qoldi? Nashriyotlarimiz va kitoblar juda ham ko'p, qaysidirlari e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Bular haqida fikrlaringizni yozing. O'sha nashriyotga va uning kitoblariga e'tibor qaratishga harakat qilaman va imkon qadar hamma nashriyotning kitoblarini videoda jamlayman. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Kitobxon do'stlaringizga esa bu digest videoni ulashib qo'yishni unutmang. Eng muhimi, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda bir burchakda ko'rishguncha.